Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid G'o'ja Abdulla Qarqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Xolidaning salomatligi asliga kelgandan keyin Turklar ittifoqiga a'zo bo'lgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Yig'in og'irlashib, hammaylan tarqalishdi. Yer osti uyda Pashshaxon yolg'iz chekitdek bir nuqtaga qarag'inicha o'ltiratdi. Yenik oyoq tevishidan u keyniga burilib qaradi. Xolida uningga illiq mehri bilan qarab turadi. "Nimani xiyol qilyapsiz, Pashshaxon?" dedi Xolida past ovozda uningga yiqilishib. "Bu qitim ostona zo'r badal to'laydigan bo'ldi, Xolida", dedi Pashshaxon ko'zini avvalgi nuqtadan uzmay turib. "Oz sondagi kali kesar yalmavuzlarning birdamlik xatoligi sonsiz begunoh fuqarolarni uzun muddatlik urush o'tiga so'rab akirdi. Ularning adolatsizligi xalqning bishiga balo bo'ldi. Hokimiyatning iqtidorsizligi o'zining bishiga chiqib bo'lguncha sonsiz begunohlarning qini daryo bo'lib oqadigan bo'ldi." "Shundoq Pashshaxon, biz turkmenlar taqdirga bekla ishinib ketdik. O'zimizning ish harakatini Allohning kalomiga bo'ysundirmay, aksincha Allohning kalomini o'z harakatimizga bo'ysundirmoqchi bo'ldik. Oldingilarning xato olgan bir qadami keyingilarning necha yuz ming qadamni xato edishiga sababchi bo'ldi. Hech qisi yo'q. G'ururimiz uchun kurash qilishning o'zila biz turkmenlarning xo'shalligi. Bizning xo'shalligimiz jaynamozning ustidala emas, balki qilishlerimizning o'tkir bisida bo'lishi kerak, Pashshaxon." Xolidaning so'zi Pashshaxonga bekla yoqdi. U o'rnidan turib Xolidaga rozimanlik bilan qarab, illiq kulimsiradi. "Tayyorligingiz bitdimi, Xolida?" dedi Pashshaxon uningga o'tliq ko'zi bilan tikilib. "Mening namozimni necha yilning oldida o'qib o'tgan Pashshaxon", deb kuldi Xolida hech qo'rqmaydigan boturligi bilan. "Undaqda yaxshi. Turkmanistonning taqdiri bugundan boshlab sizning qo'lingizda", dedi Pashshaxon Turklar ittifoqining bosh atamani bo'lish salohiyati bilan uningga buyruq qilib. "Chataq yo'q. So'z bir, Alloh bir, Pashshaxon", dedi Xolida qat'iylik bilan harbiycha chas berib. Shunda qilib tashkilot a'zolari plan bo'yicha hammasi o'zining ishiga tushib ketdi. Oradan 7 kun o'tganda Tillaxon xo'sh xabar elib keldi. Ya'ni Moskvadagi turkman qiz o'quvchiga bosqinchilik qilgan 6 nafar rus lukchikining beshini maktab mudirining beshi bilan qitilib, Qizil maydondagi turklarning uchiga birdan-bir osqan edi. Xolidaning alayda tashkillashi va kuch chiqarishi bilan Ostondagi universitet o'quvchilarining namoyish harakatimi o'ngishli elib berilyotdi. Atdiganda Ostona shahrining xalq maydoniga necha yuz o'quvchi lozunga plakatlarni ko'tarib yig'ilishib, hukumat doiralaridan turkman qizi Rahimaning Moskvadagi o'lim fojiasiga tushuntirish berishini talab qildi. O'quvchilarning ko'p sonliqi qiz o'quvchilar bo'lg'achqa, ularning zil ovozi xalq maydonidan halqib, ko'cha-ko'ylardagi erkaklarning g'ururini g'idiqlashga boshladi. Shu chaqning o'zida bir to'p saqchilar paydo bo'lib, qiz o'quvchilarni xolgancha urib tepib, ularning chechidan so'rab, maydondan qo'g'lashga boshladi. Atrofda qarab turgan Pashshaxon qatorliq yigitlar bu nahaqchilikni ko'rib, maydonga tushma-tushdan ko'krak kelib, hayt-huyt degicha saqchilarni yerga chaplab ulgurdi. Buni ko'rgan boshqa erkaklar chapon ko'ynigini silib etib, tadbir o'qug'unicha sapga qitildi. Saqchi askarlar ko'payishga boshladi. Xolida qo'liga kanayni ilib, "Qani, musulmon turkman erkagi bo'lsang, Rahimaning uchun ol! Allohu akbar!" deb o'llik tovlig'inicha saqchilarga qarab etildi. Birdamning ichida maydondagi xalq ko'payishga boshladi. Saqchi askarlar qalaymaqan o'q uzishib, petirab qetishga boshladi. O'qdan yaralanganlarning soni oz bo'lsa-mu, xalqning g'azabi saldek toshdi.
Namoyishchi qo'shin qechib ketgan askarlarni topolmay, nishonini ko'cha-ko'ylardagi ruslarga qaratdi. Ruslarning do'konlariga o't qo'yib, eshik derizlari chaqildi. Qo'shinning oldiga uchirganlikki rus puhralari tayoq to'qmoqdan qechib qutulolmayotdi. Ura ur, qocha qoch, butun ostona o't dengiziga aylandi. Mushu paytning o'zida Turkman o'lkasining sekretari Peter Petrovich hashamatlik dachisidagi ayrim xonasida 2-3 qizning hamrohligida vodka ichib payz qilyotdi. To'yiqsiz eshik chekilib uning kotibi ruxsatsiz usib kirdi. Sekretar chatoq chiqdi, dedi kotib aldirab doklad qilib. Turkmenlar isyon ko'tiribdi. Isyon ko'tiribdimi? dedi Peter Petrovich simiz gavdasiga yepishib olgan qizlarning yuzini silab turib. Texi mushi yavoyi turkmenlar. Shundaq sekretar, ostona ularning qo'liga o'tib ketgan o'xshaydi. Aldirma, ular qilg'uligini qilib olsin. Men mushuni kutgili ne vaq? Mening askarlarim azaldan go'stsiz g'izo yemaydi. Rosa bir puxadan chiqib oldigan bo'ldik, dedi Peter Petrovich qo'ldagi vodkani ko'tarib etib chala maslikda. Amsa, qarang bo'lmasin. Ati bir nim deyishimiz, dedi sekretar yendiki nozinlardan ayrılışqa ko'z qiymay so'rinni davomlashtirib. Atsi namoyishchi qo'shin texmi ko'paydi. O'lka sekretari osh vaqti bilan maslikdan yechilib, ishning chatoqligini pamladi. Lekin Moskva tarafdan jiddiy buyruq keldi. Har qaysi el muxbirlari diqqatini Turkmanistonga qaratdi. Vaqtincha to'polonchilarga o'q etishga bo'lmaydi. Peter Petrovichning hisobsiz boyligi va huquq imtiyozi uni Turkmanistonning erka podshohiga aylantirib qo'ygan edi. Uning ustiga Turkmanistondagi ko'chman ruslarning ko'pinchisi Kirodiyadan ko'chirib kelinganlar bo'lib, hatto bu yerdagi turishliq harbiy qismmi Kirodiyadagi cho'ng harbiy qismdan talab bilan yo'tkab kelingan edi. Bu qitim u Moskvaning bu buyrug'iga miyiqida kulib qo'yib, o'z yurti Kirodiyadan ekelgan maxsus harbiylariga buyruq qildi. Qini shoshlarim, ulug' ruslarning g'ururi uchun puxracha yasib Turkman isyonkorlarining qinini ichib, ko'nglinglarni qong'ucha ichib olinglar. Necha ming xillangan Kirodiyalik rus askarlar bu yeshil chiroqdan darhol puxracha yasinib, qo'liga kaltak, lom tumirlarni olganicha bo'shangan qovondek ko'chalardagi turk puxralariga etildi. O'zaro urush, o'ltirish boshlanib ketdi. Puxracha yasangan rus askarlari necha yillik mashqni beshidan o'tkazgachga bir tepik bilan turkman yigitlarini yiqitalaydi. Lekin Türkmen yigitleri mu şahitlik yolunu tanlagachqa keyniga bir qadamı chekinmaydi. Onun ustiga bu qitimqi namoyishda Türkmen qizlari odatdan tashqari baturlik ko'rsatayotgachqa butun jang maydoni ajoyib qizib ketgan edi. Pashshaxon yigitleri bilan sapning oldida bir-biri bilan baslashib rus askarlarining sisiq beshidan munar yasayotdi. Türkmenler şunda qilib Allah'ның himmeti bilan ruslardan g'olib keldi. O'lka sekretari Peter Petrovich amli ahvolni anglagandan keyin ochiqdan yerilay dedi. U shumliq to'lgan ko'zini qisib turib, qo'l ostidagilarga darhol buyruq qildi. Kesh kirgan hamon shahardagi butun chiroqni o'chirib, ko'cha ko'ylardagi turkman avlodidan bo'lgan har qanday jon qirib tashlansin. Kech kirib ziminni qorong'ulik qaplaganda yo'l chiroqlari butunlay o'chirildi. Tuyuqsiz ko'ziga kechida ko'rish ayniga taqib olgan necha ming Kirodiyadan yo'tkab kelingan yollanma alayda askarlar osmondan tushgandek paydo bo'lib, pilmotlardan tatildatib o'q uzgunicha begunoh xalqni xolgancha o'qqa tutdi. Ruslarning bu qurolli qirg'in qilish harakatida naq maydonda 7 mingdan ortiq turkman o'g'il qizlari etib o'ldirildi. Allah'ның iltifoti bilan Türkler ittifoqidan Pashshaxon, Xolida, Tillaxon va yana bir yigit bo'lib to'taylan eg'ir yaralangan holda zavod qo'rosiga ming taslikda yetib kelib oldi. Boshqa yigitlarning o'lik tirikligini texicha bilgili bo'lmaydi.
16 bob taqdirning chaqchig'i. Tang atarga yaqin Rus askarlari bütün jasadlarni gurjak bilan qirib, yo'llarni yuyib tozalab, muxbirlarga hech ish bo'lmaganda qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan edi. Lekin aqli ho'shi joyida muxbirlar bularning qo'yayotgan o'yinlarini bilib ulgurdi. Әтісі Пашшахан қатарлықлар bir kun zavoddan talağa chiqmay, yer osti uyda turishga majbur bo'ldi. Ular bu qitim quchoqlashma jangda qattiq botirlik ko'rsatgachga, o'zining qanchalik darajada zaxmlanganligini unutib qilishgan edi. Xolida putlarini ig'ir so'rgincha ularning yorisini bir-birlab ting'ishga boshladi. Pashshaxonning o'ng biligidagi tumir qiypal bakla cho'nqir kirib ketgachga, Tillaxon uning og'ziga bir tal arg'amchini chishiltib qo'yib, uning biligiga ching esilib turdi. Xolida cho'ng qisqish bilan 20 santimetrdan ortiq uzunlikdagi barmoq cho'nlig'idagi tumir qiypalni taslikda sug'urib oldi. Og'riq azobiga chidamagan Pashshaxon bütün dardini og'zidagi arg'amchidan tishlab ilyotdi. Xolida navbat bilan boshqalarning yorimsini tingib chiqdi. Kechda yaqin Pashshaxon qatorliq turklar ittifoqidan 3 yigit baldurlar uxlab qoldi. Xolida texicha uxlamagan edi. U yanchuq saytiga qarab qo'yib, Pashshaxon yotgan karvatning yiniga asta bordi. Pashshaxon kulimsirgan holda uxlayotgan bo'lib, qovul gavdasiga moslashgan tom bilaklari bilan bir tal yostiqni quchoqlab olgan edi. Pashshaxonning bo'ljum go'shlarga to'lgan ko'krigi har qitimliq tiniqining ta'sirida oldi uchuq ko'ynigidan ko'tarilib, pasiyib, ba'ayni uxlayotgan shirni eslatdi. Xolida Pashshaxonning kargotiga yaqin kelib o'ltirdi. U yumron qo'li bilan Pashshaxonning peshonisini silab, ondan uning ko'krigiga bishini qo'yib, mag'zini uning ko'ksiga yaqinicha ko'ziga issiq yosh oldi. Pashshaxon bo'lsa hech nimani tuymasdan qo'yning qo'zisidek pixildab tinig'incha uxlayotdi. Xolida Pashshaxonga yuzini texmi mahkam yoqdi. Pashshaxon mushtapda shirin bir tush ko'ryotdi. Pashshaxonning balaliq chig'i edi. Bir kuni Pashshaxon maktabdan qaytib kelib, bo'g'chisini hovlisiga tashlab qo'yib, singlisi Barnaxonni chaqirdi. "Barnaxon!" Ovoz chiqmadi. "Barnaxon!" Ovoz chiqmadi. Yana ovoz chiqmadi. Pashshaxon uning davomli ishining keyniga mugvilib, o'zini izlatganligini obdan bilatdi. Shunga yugurib kirib eshikning keyniga qaradi. U bu yerdami yo'q edi. Andin yig'ilgan yotgan ko'rpining keyniga qarab baqdi. U yerdimi yo'q chiqdi. Pashshaxon kalisini qashlab hovliga chiqib o'g'ziga qarab beqish uchun shota bilan o'g'ziga chiqib u yerdimi topolmadi. Shuning bilan uning kalisiga darhol bir o'y kelib, hovlining burjigidagi kona tunurga qarab beqish niyatiga keldi. U o'g'zidan aldirab tushib, kona tunurga qargan edi. Degandek singlisi Barnaxon tunurning ichida tugilginicha mukib o'tiradi. "Barnaxon, mana ko'rib qoldim." Qizchaq viliqlab kulgunicha tunurdan chiqdi. Aslida Pashshaxon uning bu yerga yo'shinganligini hovliga kiribla uqib bo'lgan edi. Lekin u singlisini xush qilish uchun bayamqi topolmagandek harakatlarni do'rab, atay shunda qilgan edi. "Astag'firullah, Barnaxon. Bu nechinchi qitimlig'i? Qarang kiyimlaringizga. Paskana bo'lib ketkinni. Endi bu yerga mukib olmang", dedi Pashshaxon singlisiga yolg'ondan achchiqlangan bo'lib. "Ma'qul aka, endi unda qilmayman", dedi qizchaq kulgunicha akasining putini quchoqlab erkilab. "Doim shundoq deysiz, lekin unutib qolasiz", dedi Pashshaxon singlisining beshini silab erkiltib. "Qarang, sizga nima keldim?" Pashshaxon bo'g'chisidan tosh varaqi yirtilib ketgan bir tal rasmli kitobchini sug'urib ilib singlisiga sundi. Barnaxon kitobni qo'liga ilib shunda xush bo'ldi. Umu uyga yugurib kirib ketib, bir narsani alqiniga ching tutqunicha akasining oldiga chiqdi. "Aka, buni sana saqladim.
Qarğına bununğa. Bərnaxanның qo'lida tayoqliq kampütün birsi turadi. Vah, nədən tapdın? Aldım şu. Sen bergen pullarını yığıb qoyğan. Paşaxan xoşal bo'lib, kampütning qog'ozini aldirab ichib og'ziga soldi. Bərnaxan akısını xoş qilganligidan cheksiz memnun bo'lib, akısının kampütni shumiginiga qarab, eg'izini tamshitib, levini yalashqa boshladi. Paşaxan singlisining kampütni yegisi kelib ketganini ko'rib, darhol uni eg'izdan ilib, singlisining eg'iziga tangladi. Әмді sen shumigin Bərnaxan? Yo'q aka, buni sen olgan. Bərnaxan! Bərnaxan! Paşaxan, Bərnaxan degenice üllük toplap ketdi. Xalide onun ko'krigidan beshini ko'tarib, uning yuziga qaradi. Mushu tapda ikki tomchi yosh uxlayotgan Paşaxanning ko'zidan taramlab yostiqqa tomchilayotdi. Xalide, Bərnaxan degan ovozdan cho'chib ketdi. U Paşaxanning yotgan holatiga qarab, balaliq chaqlarini esiga oldi. U Paşaxan degan ismni qachonlarda bir yerda anglaganda qiladi. U qattiq o'ylanishga boshladi. Bərnaxan. To'g'ri, bu mening kichikligimdagi ismim-ku. Paşaxan degan bu ism menga nihoyat tunish. Shundoq esimga kelyapti. Balaliq chig'imda mening bir akam bo'ladigan. İsmi Paşaxan emasmidi? Men bularni izchil tushim deb o'ylab keptiman. To'g'ri. Men bo'ron chiqqan yoki chaqmoq chiqilgan oqshomlari qo'rqib ketib, akamning joyiga kirib olatdim. Akamning dumbisida bir tal qo'noqchilik go'sht bor edi. Men uni ashu munchoq go'shtni silab o'ynab uxlab qolatdim. Düşlerimde men bir ömür izlep kelgen akam Paşaxan mushu bo'lib qolmasin yana. Xalidani titrek bastı. O derhal uxlab yotgan Paşaxanning ko'ynigini o'rib, uning dumbisiga sep soldi. Degandek, Paşaxanning dumbisida ukchidek bir tal yumloq go'sht sangilab turadi. Xalida buni ko'rib dong etib qoldi. Uning ko'zidan to'xtamay yosh taramlashqa boshladi. U o'rnidan darhol turib, yer osti uydan chiqib, udul o'zining yotiqiga chiqdi. Andin girim buyumlari sanduqining ostidan bir nimani oldi. Zavod qo'rosidan chiqqan maxfiy dit ovoz necha kilometr nerisidagi mehmonxonada turayotgan rus savdogarning diqqatini tortdi. O telegramini topshirib ilib mazmunini ko'rib bo'lgandan keyin qo'liga telefon trubkasini ilib kimdir biriga buyruq qildi. Hərəkət, ət degan o'zgardi. Qush uvusiga qaytmabdi. Buyrug'imni kutinglar. Xalida telegramini uzatgandan keyin darhol yer osti uyiga kirib, loydak uxlab yotganlarning yengini oldirab turib, belikining teri ostiga yotiqidan birga akirgan bir xil ukulni urishga boshladi. Bu ukul bayamqi uchaylanga yoshirincha berilgan uyqu dorisining zahirini qaytirishga ishlatiladigan dora bo'lib, bu dorining unumi ularning uyqudan uyg'onishini tezlatdi. Xalida ularga ukulni urib bo'lgandan keyin yer osti uydan oldirab chiqib, zavod qo'rosining oldidagi shaharlik saqchi idorasiga kirdi. U qorovullar bilan bir nimalarni deyishib, udul idora boshlig'ining ishxonasiga kirdi. Andin hinidan bir tal kinishkini chiqarib, aldirash xizmat qilayotgan boshliqqa sundi. İdora boshlig'i kinishkini qo'liga ilib ko'rib, upul-tupul Xalidaga harbiycha chos berib, uning oldida bala askardek hurmat bildirib turdi. "Men bilan menging", dedi Xalida jiddiy buyruq qilib. "Xo'p, boshliq", dedi idora boshlig'i yangi askardek Xalidaga beshini egib. Bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'lsin. Kelar qitim ko'rishayli. Xayr xo'sh.